bizni korxona, tashkilot va muassasalardan qilgan iltimosimizga labbay deb qadrladi. Sanoat va savdo vazirligidan ish beruvchi sifatida taklif etildik. Mana karyera kunida uchrashtiramiz. Bu yerda talabalarni ko'ryapmiz. Barchasini ko'zi yongan, ishtiyoqi bor yoshlar. Biz o'zimizning vakansiyalarimizni taklif qilamiz. Farzandlarimga yana bir marta aytmoqchiman. Yangi O'zbekistonda poydevori 3-renessans poydevori kim quradi? Faqat va faqat sizlar qurasizlar uni. Bugun Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti taklifiga ko'ra karyera kuniga tashrif buyurdik. Biz mazkur institut bilan 3 yildan beri hamkorlik aloqalarini olib borib kelamiz. Hozirgi kunda 20 dan ziyod talabalari aynan Kafil sug'urta kompaniyasida mehnat faoliyatini olib boryapti. Dunyo hamjamiyati jonajon vatanimizni ularning yongan ko'zlariga qarab, ularni bilimga chanqoqligiga qarab, ertangi kunga tayyor qilmasliklariga qarab lol qolyapti.